ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala müşergi yığılgan hemmeylenninki günahlarını afu qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala müşergi yığılgan ve yığılmakçı boğan umumi qarindoshlarimizni öz rahmeti bilan muomala qilsin. Bizni musorundan yaxshi manfaat bilan, yaxshi ilm bilan qaytishni nasib qilsin. Bugün to'xtalmoqchi bo'lgan tema yuqorida ustozimiz deb o'tgandek bir mümin yoshningki voqealigi haqida to'xtalmoqchi. Nima uchun bu mavzu to'xtalamiz desa, bu Payg'ambar alayhissalom Makkadagi vaqtda musulmonlar qattiq ezilgan, zulm qilingan, Payg'ambar alayhissalomni hatto nima qilib berishini, ya'ni qanday yordam qilishni aniq belgilanmagan, Allah subhanahu wa ta'ala mandaq qil deb buyurmagan, faqat sabr qilish qilam buyurib zulm uchragan azar yetganlarni Payg'ambar alayhissalom sabr qilish qilam tavsiya qilgan. Mushundaq bir vaqtda Payg'ambar alayhissalom o'zining sahobalariga bu burunqi ummatda o'tgan bir yoshninki, bu yoshga ergishib iymon etgan Allohning tuniganlarninki aqibatining qanday bo'lganligini bayon qilish orqali öz sahabalarininki birinci bo'lib haqda mustahkam turishiga haydakchi bo'lsa bundaq voqealiklar, ikkinchi bo'lib ularning ko'ngliga bir tasalli berish, sizlar alohida g'am qilib ketmanglar, sizlar uchirgan bugun duch kelayotgan bu xafalik, bu musibatlarga burungi payg'ambarlarga ergashganlar, burunmi Allah subhanahu wa ta'alaga iymon keltirganlar duch kelgan uchirgan bir musibat deb mushuni o'zining ummatiga o'g'itish maqsadida Payg'ambar alayhissalom ma'lum payg'ambarlarning yoki burun o'tgan ummatlarning ichidagi mu'minlarning voqealigini bayon qilgan. Va shundaqli Qur'oni Karimda Makka oyatlariga qaraydigan bo'lsak, asosli ko'pinchisi axloqiy, Allohni tunish va shuning bilan birga burunqi ummatlarningki voqealigi, payg'ambarlarning o'z qavmini da'vat qilgan vaqtda qanday ishlar duch kelganligi, iymon keltirganlarning qanday ishlar duch kelganligi, iymon keltirmagan kofirlarningki, bular qarshi turganlarningki qanday pozitsiyada bo'lganligini bayon qildi. Bularning asosli maqsadi shu Qur'oni Karimda bayon qilgandek, Allah subhanahu wa ta'ala nurg'un qissani bayon qilib, undan keyin Payg'ambar alayhissalomni laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab deb payg'ambarlarning voqealigini bayon qilgandan keyin bularning voqealigida aql egillari uchun alohida ibratlar, va'z nasihatlar bor deb bayon qilgan. Biz bugun to'xtalmoqchi bo'lgan bu yoshning voqealigi ko'pincha holatda kuchli qarash bu İsa alayhissalomdan keyin Payg'ambar alayhissalomdan burun, ya'ni İsa alayhissalomdan keyin ma'lum mezgil İsa alayhissalomga ergashgan kishilar haq yo'lda mangan. Lekin vaqtning o'tishi bilan balkim 300 yildan keyin ko'pincha holatda rasmiy azg'unlik 300 yildan keyin boshlangan, ya'ni qonunlashgan. 320 yil bo'lgandan keyin İsa alayhissalomning iloh deb tunaydigan, İsa alayhissalomni uch ilohning biri ya Allohning balasi deb tunaydigan mujna xato aqida. İsa alayhissalom Allah subhanahu wa ta'ala osmon ko'tarib elib chiqib ketib 320 yildan keyin asosi umumiy nasoralar ichida umumlashgan va qonunlashgan. Buningdan keyin bular haq yo'lda turganligini İsa alayhissalomga haqiqiy ergashganlarni o'ldirish, ularni yo'qotish ishlari boshlanib ketgan. Buning oldida haq yo'lda mangan, to'g'ridan azmagan kishilar batil. Bu hadisning voqealigini İmam Buxoriy Habbab ibn Arat radıyallahu anhu'dan qisqig'ini bayon qilgan.
Yani Habbab ibn Arat radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamın yanına kelip Resulullah Kabe'nin tüyde oltırtı deydi o. Resulullah'ın yanına kelip bu kişi kattık azaplangan kafirinin zulmüga, müşrikinin zulmüga kattık uçurgan kişiydi. Şuna Resulullah'ın yanına kelip ya Resulallah ala testensiru lana ala ted'u lana deb Resulullah'ın çoğu biz gibi dua kılmamla Allah'tan bizge yardım tilememla bu cefa bu hapılıkını biz tatiyurem doğuk deb talep kıygan. Muş vakitte Peygamber aleyhisselam bu vakalikinin bir kısmını çoğu bayan kıygan. Lekin köpünce umumi vakalikinin köp kısmını İmam Müslim rahimahullah Suheyb-i Rumi radıyallahu anhu'dan bayan kıygan. Bu Suheyb-i Rumi degen mu Mekkelik'e nispeten başka yerden kelgen, imanның sebebi bilen azaplangan, imanның sebebi bilen Resulullah'a ergeçkenlik sebepten alahide eğer musibetke, eğer sunakka duç kelgen bir kişi. Suheyb radıyallahu anhu'dan o kişi şundak deydi, Peygamber aleyhisselam'ın sözünü bizge yetkep, "Kana melikun fi men kana qablakum ve kana lehu sahir, felemma kebira hada sahir, qala lil melik." Vakaliknin ki hadis nasıl uzun hadis bu. Nahayet biz asaslık bu hadisteki biz merkezleştirdiğimiz nokta nima desek biz bundan bu vakalikni kısık düşünüp özümüzün bugünkü hayatına kandak paylanmamız müşahede bekrek toxturumuz. Peygamber aleyhisselam sahabelerge tesliye buların ko'nglini xotirjam qilish teselli bir ish yuzidan sildan burun bir podshoh o'tgan dedi. Yani musulmonlardan, sahabalardan men kelishdan burun bir podshoh o'tgan. Bu podshohningki kishilarni aldash, go'ldash, o'zini kishilar cho'nko'stish, iloh deb tuntish uchun bu podshohning xizmatini qildigan bir sehrgar vaqti dedi. Bu sehrgar odam necha yil podshoh xizmat ko'rsatib, uningdan keyin men yeshim cho'ngab qoldi. Qirib qoldim hozir. Shuning uchun menga sen ib'atli g'ulaman. Yosh boladan birni, kichik boladan birni men akab bergin deb talab qilgan. İmam Tirmiziyninki mushaddiski bo'lgan rivoyatida ib'atli g'ulaman fatinan laqinan uallimuhu hadha al-ilm inni akhafu in amuta an yanqati'a ankum hadha al-ilm. Yani bu şunda batıl yolda, hata yolda turup bana nait aqlliq, zirak, ügetken narsani darhol tutib olalaydigan mushundaq baldim birini avatgan. Men qirib qolganlik sababdan o'lib ketib qolsam, bu ilm sildincho ay uzilib qolarmi deb mushning ansirayman. Mush ilm, mush ummat qilqilish uchun, sening foydang uchun podshoh menga mushundaq zirak, aqlliq baldim birini avatgan deb taraf qilgan. Buningdan bilib olish bo'ldik. Bu masalan o'lmoqchi bu sahir, qirida. Alohida bu sehrgarlikdan iborat bu ishni o'g'itib nim foydaludi masalan. Nim foydaludi. Buning nim foydasi va o'lib ketsa, hayot vaqtida podshohning xizmatini qilib, alohida bu huquqqa erishidi, mol dunyoga erishidi. O'lgandan keyin nimga erishmoqchi? Buningdan bilib olish bo'ludiki, insonning qalbi qardigan vaqtda Allah'ın tunuştan yiroqlashgan vaqtda, ma'lum kufrga, günah, ma'siyatga intilgan vaqtda inson o'zining xato yo'lini boshqalarga qoldirib ketishni, o'zining botil yo'lini boshqalarga o'g'itishni orzu qildi ekan. Hozir qadar ashunda butun insoniyat nurg'un xato fikr, xato iddiyani hatto boshqa insonlarga majbur tinib bo'lsa zaten muş minin tallig'inim en to'g'ri, minin tallig'inim birdan bir sağlam yo'lda xato yo'lni, xato iddiyani, xato fikrni kishilarga majbur tanidi. Nima uchun? Buning qalbida Allohga bo'lgan dushmanlik, Allohni tonimaslikka bo'lgan cho'nqur e'tiqod bikib ketgan. Shu Allah Qur'oni Karimda atavasaw bihi balhum qawmun tag'un deb bayon qildi bularning sifatini. Bu zalimlarning, kafirlarning Allohning tunumig'allar xuddi Firavun nimish qilgan bo'lsa, hozirgi zolimning qilgan shu. Namrud nimish qilgan bo'lsa, bugun kundagi zolimlarning qilgan shu. Xuddi birsiga vasiyat qilib, mush yo'lda mansang, haqiqiy zolim bo'la olaysan deb o'gitib qo'ygandek lamamda.
Nima uchun desa, bu insonning tabiati buzilgan vaqtda mushunda eski nachar buzildi ekan. Shuning bilan bu podshohcho ashunda kichik boladan birini, hatto ba'zi rivoyatlarda nurg'un tanlab odatda ashunda aqlliq, zirak bolani tanlabcho avatgan deydi. Podshohning yana akagan. Tabiiy holda har qanday bir bola podshohning yana kelib o sehrni ugunish, ota-onasiga nisbatan iqtisodiy foyda, nurg'un sharaf unda bo'lgandan keyin bu bolacho kichik boladan birini akagan. G'ulam degan arab tilida ko'pincha holatda bir bola onasidan ayrilib, ya'ni 2 yoshga kirib, ta balog'atga yetkichilik bo'lgan 15 yosh bilan 3 yosh oralig'ini arab tilida g'ulam deb ataydi. Demak, bu bola shunda kichik bola. Balkim 12 yosh, 11 yosh shu atrofdagi shunda kichik bola. Bunda kichik bola hammamiz bilamiz haqiqiy zirak bo'ladi. Odatda shu janida bundan biz yana bir oldigan foyda shu sehrgarlikdan iborat. Mushundaq ozg'unlik, kufrlikqa boshlaydigan ilmni o'rgatish uchun bu nima deb talab qildilsa, fatinan laqinan, nayt zirak, tiz yodlab olaydigan, tiz mening gapimni bo'laydigan barvosin da'vatı. Biz shu qanday qilishimiz kerak? Haq egillari, iymon egillari albatta bolalarimizning ishidagi zirak, aqlliqlarini, kağ keldiganni Allah'ın kalamını yadlashqa, dinni tushunishga, yaxshi ummatga foydali ilmni o'rgatishga alohida ajratishimiz kerak. Bizning vatanlarda burungi zamonlardan keyingi vaqtlarda zirakani o'qtirgan ishlar bo'lgan. Burungi zamonda qanday odamning bir bolasi azroq ko'z ko'msa, ya mayt bo'lsa, aql tez joyida bo'lmasa, mana bir qarxonib berilar. Azroq Qur'on o'qib yodlab olib, shundan keyin bu keyin qiynalib qolmay jinni baqson deb qarasa, diniy o'qishni o'qtirgan bolalar ko'pincha shu 4 kallis ishlamaydigan yoki azroq aytwa mushunda bolalar. Agar zirak bolalar bo'lsa, mas zirak jamba qaraydi deb ya yuna o'qitayotgan ularga, ya boshqa narsani o'qitayotgan. Demak, mushuncha bizning vaziyat jamiyatimizda nurg'un ahlilim, lekin kallis ishlamaydigan, dinni yaxshi tushunmaydigan mushunda yaramsiz odamlarning kelib chiqishiga aş başdan tatib tanlash yaxshi bo'lmay, bundan azroq ilm bo'lgani bilan jamiyatga, o'z ummatiga foydasi az bo'lgan mushundaq odamlarning yetishib chiqishi uchun sabab bo'lib qolgan. Shuning bilan bu balamda har kuni haliq sehrgarning yaniga uydan bordimdi. Uydan mangan vaqtda bir rohibning, ya'ni Isa alayhisolamning dinida sog'lom, Allohni bir deb tunib kelayotgan bir alimning yenidan cho o'tib qoldi. O'tib qolib, shuning bilan bu alimning yana kirib bu nima deydi, qarz namoz o'qiyotgan, masalan, yaxshi qilayotgan, yolg'iz bir yat ibodat qilayotgan bir odam endi. Boshqalar o'xshamagan bu odamning ibodat shakli. Shuning bilan bu bola qiziqib qolib buningga bu alimning yana kirib, uning gapini anglaydi. Uning gapini anglab, sen nima degandan keyin şunun bilan o'zininki Allohning dinida ekanligi, Allohning bir ekanligi, to'g'riliq tavhiddan, e'tiqoddan bu balaga haqin tuntulu. Şunun bilan bu bala sehrgarning yaniga bordi, u olimning yaniga bordi. Berib buningda unda hadisning o'zida deydi, men sehrgarning yaniga borgan vaqtimda sehrgar nimish kechikib qoldim deb men o'di deydi. Çünkü başta alimning yaniga berib, uning gapini anglab, undan keyin sehrgarning yaniga borgandan keyin nimish kechikib qoldim deb men o'di. Uyga qaytgan vaqtimda kechdi qaytgandan keyin uydagilarmi nimish kechikib qoldim deb men urishga boshladi. Shuning bilan bu bola haliq rohibning yaniga, alimning yaniga kelgan vaqtda sehrgarning yaniga borsam o'taq o'da, uyga borsam ular o'da kechikib qoldim deb qanday qilaman deb maslahat so'radi. Maslahat so'rgandan keyin bu maslahat berib, "İza zahabta ila as-sahir mutaakhiran faqul habisani ahli. Ve iza raja'ta ila baytika mutaakhiran faqul habasani as-sahir." Bununla qutulishning yo'lini o'rgatdi. Agar sen sehrgarning yaniga borgan vaqtingda nima uchun kechikib qolding desa, "Voy, uydagilar avar qildi degan. Uyda bir ish chiqib qolib, shun kechikib qoldim" deb javob berdi. Uyga qaytgan vaqtda nima uchun kechikib qolding desa,
u vaqt shu voy sehrigar bo'lgan o'g'tirgan narsani jiqroq o'g'tib shu sababdan shu kechikib qoldim deb javob ber deb buni o'rgatdi. Ya'ni yolg'onchilikni o'rgatdi. Bu yerdan dushmanga yolg'on gap qilishning durustligi. Biz vatanimizda andiq hamda nurg'un qarindoshlarimiz rost gap ustida o'limanman deb dushmanigimi shu rost gap qilgan. So'rab qilsa rost gap qilgan, yolg'on gap qilsa men rost gap qilib o'laman. O'zidan qarindosh masalan ma'lum to'tidan jakilib bir ishni qilgan bo'lsa, keyin so'rsa sen menda ish qilib ekansiz oltidan bilan deysiz shu, darhol qilgan biz ha deb rost gap qildim deb o'zini halokatga nurg'un musibat tutib bergan ish bor. Bu din bu emas. Din mo'minlarga rost gap qilishga buyurgan. Har qanday vaqtda odatda shariatda bir necha o'rin bor, yolg'on gap qilsa bo'ldigan. Masalan, ikki odam jidallashib qolgan bo'lsa, bularni isloh qilish uchun yolg'on gap qilsa bo'ladi. Orliqni yaxshilash uchun. Agar bir odamga ig'ir fitnaga sinoqqa duch keladigan bo'lsa, rost gap qilsa, bu vaqtda yolg'on gap qilsa bo'ladi. Urushda yolg'on gap qilsa bo'ladi. Er kishi o'zining ayoliga rozi qilish uchun yolg'on gap qilsa bo'ladi. Yoki ayolining erining ko'nglini olish uchun yolg'on gap qo'ysa bo'ladi. Shuning uchun bu dinni biz qanday qilgan vaqtimizda o'zimizning hayoti, dinimizning manfaati, xalqimizning manfaati uchun o'zimizning dushmanlariga uchun yolg'onni desak, shariat bunga yo'l qo'ygan. Shuning bilan ma'barg'uchi bu olimi ustozi bu yo'lni o'rgatish orqali ya'ni qutulishni, zolimninki zulmidan, tayoqdan qutulishni o'rgatgan. Bu bir biz o'rganadigan dars bo'lsa, ikkinchi biz o'rganadigan dars bu yo'lninki, bu din yo'lininki mushundaq sinoq bilan, tayoq bilan bo'ldiganligi. Ashbal kichikram turib masalan sinoqqa duch keldi, tayoqqa duch keldi. Sahir sehrgar taqudi, oilasi qaytgandan keyin uydagilar taqudi. Buningdan bu yo'lning cho'ng mushundaq tikanlik yo'l ekanligini bilishimiz kerak. Jannat mushundaq tikanlik yo'l. Do'zaxning yo'li cho'ng bu inson yaxshi ko'radigan, insonning nafsi, havoyi havasi izlaydigan yo'l. Shuning bilan bu bola bir kuni, lekin bu bolaning kallasida bir hayronlik bor edi. Sehrgar bir narsani o'rgatadi, ma olimcho buning aksini o'rgatadi. Yo'lda ketyapsa, shuning bilan fa iza dabbatun azima qad habasat an-nas. Bir hayvon yo'lning o'ttirisiga chiqib olib, xaqincho bozorga bordiganlarni mangdumay yo'lni to'sib olgan deydi. Hammadan qo'rqib. İmam Ahmed rivayet qilgan muhaddisninki bir nimasida bu yo'l vosita deb bayon qilingan. Ya'ni bu yo'l vositaning birsi yo'lga chiqib, xaqincho mangdumay to'sib olgan. Hammadan qo'rqib, mangdigan ishlarga mangmagan. Mush vaqtda bu bola o'zininki maydonni, o'zining iymonini texim mustahkamlash, haqni texim tonish maqsadida al-yawm a'lamu as-sahiru afdal, yoki hadisdagina ar-rahibu afdal am as-sahiru afdal deb mushundaq degan. Bugun mana meningki sehrgar Allohning dargohida sehrgar afzalmi yoki ma rahib, ma olim afzalmi bildigan kun bugun. Deb shuning bilan bu bola toshdan birini qo'liga elib, Allohumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabba. Deb toshdan birini qo'liga olib, ey Allah, agar rahibning tutmanga yo'li to'g'ri bo'lgan bo'lsa, seni buni yaxshi ko'radigan bo'lsa, sehrgarning tutmanga yo'lidan mush hayvonni, mush yo'l vosita, mush tosh bilan lamcho o'ltiribsizlar deb toshni atgan. Toshni atgandan keyin bu kichikkinam tosh yo'l vosita tegib, bu yo'l vosita o'lib qolgan shu yozlam. O'lgandan keyin ba'zi rivoyatlarda xalq voy kim o'ltiribdi yo'l vositani, bir kichik bola o'ltiribdi desa, voy qanday kichik bola ekan deb bu bola kishilar orasida mashhur bo'lashqa boshlangan, to'nilgan. Shuning bilan bu bola o'zim hayron bo'lib, darhol ustozning yeniga berib, bo'lgan ishni mushunday toshni elib assamlan yo'l vosita o'lib qoldi degandan keyin ustoz qo'pab, ey bunay, antal yawma afdala minni. Sen bugun
mendin afzal, mendin ulug', mendin katta darajaga yetibsan deb bu balaga alohida maqtagan. Qat'iy hasaddan yiroqanda. Mening shogidim turib masalan, hazrat menda ish bitibdi ya mawa deb qolmagan kallasdan. Qat'iy bu narsa kelmagan. Allohning roziligini izlagan bu kishi. Shuning uchun sen bugun mendin afzal deblan keyindin cho mushundaq afzal, to'g'ri, haqiqatni tutib mangan insonga sinoqning keldiganligini cho bu ustozi shogirdiga shu darhol yetkazgan. Ya bunay innaka satubtala. Sen mushundaq haqiqatni tunigandan keyin, afzal bo'lgandan keyin pat yaqinda ig'ir sinoqqa duch kelasan dedi. Pat yaqinda ig'ir sinoqqa duch kelasan deb sinoqqa duch kelishini darhol bekitib etdi. Satubtala deblan. Lekin keyincho darhol baq qo'rqib ketmasin endi bu deb ya bunay innaka idza butulita fala tadulla alayh. Keyin azroq shart bilan deb qo'ydimda. Uchrab qilib qolsang, ey o'g'lim, agar sen sinoqqa duch kelib qolsang, xafalikqa duch kelib qolsang-chu, meni deb qo'yma, meni pash qilib qo'yma. Mening chiroyli ibodat qilib, hech qanday mushkullik uchramay, xafalikqa duch kelmay o'lgim bor hayotdan. Shuning uchun sen xafalikqa duch kelib qolsang, meni deb qo'yma deb alohida vasiyat qildi. Buningdan haq yo'lda mangan odamning sinoqqa duch keldiganligi. Şunu İmam Şafii'nin bir sözü var. İmam Şafii'nin şagirdleri eyyumekkenul mer'u em yubtala. Yani bir adam, bir mümin bu meyli ilmi taraftan, ictimai orun taraftan ya hukuk taraftan üstünlükке galbig egi bulamdı ya sınaqqa duch kelamdi degan vaqtda la yumekken hatta yubtala deb javob bergan. Sınaqqa duch kelmay turib, Allohning imtihonidan o'tmay turib üstünlükki erişiren iş yok. Bu cennet unda asa emas demekçi. İmam Şafii çoğun aşında cevap bergen sorgan şagirdiga. Şunundan keyin bu bala kishilar arasida tunulib odatda kasallarni davolaydigan, ko'z ko'rlarni, oq kasalga giribtor bo'lganlarni, boshqa har xil kasalga giribtor bo'lganlarni davolaydigan mushundaq bir Kudret muşundaq bir ilimni Allah subhanahu wa ta'ala bu bargı bergen. Bergendin keyin fasami'a jalisul lil malik qad amidi. Hadisning oxirida. Yani padişahning bir veziri vati, bu vezir ko'r bo'lib qolgan, ko'z ko'rmaydigan odamdi. Bu balaning voqeligini anglab, mushunda bir bala ekan kichik, bu bala ko'z ko'rni saqaytidi ekan, har qanday kasalni saqaytidi ekan degandan keyin nurg'un mol dunyoni elib, nurg'un hadiyalarni elib bu balının uygu bağın. İnne ma ha hunak leke ecma' in ente şefeyteni. Ay mal işaret qilib turib, ko'z tutib turib, mana mushadiki düyleglik mush mal dunyoning hammasi sening agar sen mening ko'zimni saqayta olsang. Ko'zimni saqayta olsanglar mush malning hammasi sening degandan keyin bu balacho qat'iy bu hadiyaga, bu sovg'atga qarab boqmagan. Ana la ushfi ahadan walakinnallaha yushfi. Men hech qanday odamga shifolik bermayman. Mening qo'limda unda shifolik berish, kasalni saqaytish yo'q, lekin Alloh subhanahu va taolo shifolik berdi. Agar sen iymon keltirsan, Allohni tunusan, men shu vaqtda Allohga duo qilaman, duo qilsam Alloh subhanahu va taolo senga shu shifolik berdi degan. Buningdan keyin bu bala shifolik berdi degandan keyin bu padişahning veziri cho Allohga iymon keltirgan, Allohni tunigan. Bu bala Allohga duo qilgan, shuning bilan saqaygan. Saqaygandan keyin atis qarsa padişahning yeniga berib, burun o'ltagandek o'ltagan, ko'zi saqamda, ko'rab o'ltagan. Shuning bilan padişah o'pibcho, "Marradda ilayka basarak" va ko'zingni kim qaytirib berdi sana? Ko'zing ko'rayotib bugun degandan keyin Robbi mening farvoydigarim qaytirib berdi desa, bir hadisda ana yüzeden ilah deb da'vo qilgan ekan bu, voy menmo degandan keyin ya Robbi va robbukalloh. Mening va sening farvoydigarim bo'lgan Alloh qaytirdi ko'zingni, mening ko'zimni degandan keyin alaka robbun g'ayri, mendan boshqa sening farvoydigaring bormi? Ilohing bormi?
deb shuning bilan shu bu o'zining vaziriga rahim qilmay zolim degan shu. Vaqti kelsa o'ziga necha yil xizmat qilgan odamga shu rahim qilmaydi. O'zining zolim ekanligini cho'qim tuntidi. Shuning bilan bu vazirni shu qattiq azoblagan deydi. Qattiq jazolagan. Nədin sen bu bir ilah var deganda nədin bildin deb jazolagandan keyin shuning bilan bu bir bala, eliq bala mana shunda bir ilah var, ilahga iymon keltirsang ko'zing saqlaydi degan deb u balani kesib qo'ygan deb qo'ygan. Shuning bilan u balani ekilib, voy sen sehrgarlikdan chekkiga yetibsan, o'zi chunki sehrgarlikni o'g'itishga tanlagan balada u. Sehrgarlikda chekkiga yetibsan, hozir sen nayt katta adam bo'lib ketibsan, shunda ko'z ko'rnim saqaytir ekansan, har qanday kasalni saqaytir ekansan degandan keyin, "Yo'q, men saqaytmayman, Alloh saqaytadi." degandan keyin, "Ha, sen ezibsan, yo'ldan chiqibsan" deb bu balani mucho qattiq azoblagan, jazolagan. Jazolagandan keyin bu bala haliq o'zining ustozini mucho deb qo'ygan. O'zining ustozini deb qo'ygan. Shuning bilan u ustozini kelib mucho vaqalik, yana bir vaqalik mushadi boshlandi. Bundan biz aldığan muhim bir ders. İnsanın taqati cheklik. İnsanın azapqa, zulmga sabr qilishi, chidalishi cheklik. Shuning uchun biz iymon yo'ldagi mu'minlar bir jamoat, bir guruh bo'ldik-ekanmiz. Biz qarindoshlarimiz masalan 4 odam ya 10 odam bir ish qildi. Ya zalim tutib oldi, bijin tutib oldi, ustozini tutib oldi masalan. Tutib olgandan keyin qattiq azob qildi, jazo oldi. Tayoq ichidimay o'zida o'qigan shogirdlarini deb qo'ydi. Yoki shogirdni tutib oldi, keyin ustozini deb qo'ydi. Shuning bilan bizning vatanimizda voy munofiq ekan u. Palonni o'qib o'g'ich tutib olibdi ekan, shuning bilan deb qo'yapti. Paloniga ergishib, masalan, o'ziga chetib, manchadamni akirib kirketdi. Akirib turma kirishga sabab bo'ldi deb darhol uni munofiq chiqirdigan, kafirga chiqirdigan ish bor. Biz bunday hukmlarda Allohdan qo'rqsak bo'ladi. İnsan ne? Azaplar verse, qiyna verse, chidayamaydigan bir holat shakllanadi. Chidayam agar chidab sabr qilib ulab ketsa, fa biha va ni'mat. Shahidlikka erishdi. Lekin ma'lum inson chidayamay shunday azobga o'zining qarindoshlarini pash qilib qo'ygan. Ha? O'zining qarindoshlarininki zulm uchrashiga sabab bo'lsa, buni darhol munofiq chiqarib etmay, bu odamning haqiqiy maydoniga qarash kerak. Agar o'zining qarindishi shu odamning sababidan ashuna tutilib qolib qolsa, ha men haq yo'lda men tikanman, shu masraq duch ketman deb tunish kerak. Mening og'aynim deb qo'yab, ya ustozim deb qo'yab, ya shogirdim deb qo'yab, shu ma turman kirib qoldim deb manda o'ylamaslik kerak. O'zining qarindishini, o'zining ustozini darhol uni shaytonning sepiga tashlab, munofiq bo'lib ketdi deb tiz hukm chiqarmaslik kerak. Ay balaga masalan meni zor sinoq duch kelib qolsam qat'iy deb qo'yma. Meni bir yerdan pashqimmi degan shunami yo'qmi? Ashunda degan tursa bu balacho azob qichidiyamay o'zining ustozini deb qo'ydi. Bu deb qo'yganlikni payg'ambar alayhisalom bizga sukab deb qo'ymas bo'ldi asla. Bakat deb qo'ydi deb balani eyiblamadi. Balki bu haqda Qur'oni Karimda oyat tushdiki, buningdan shunga biz haq yo'lda borganmiz, har qanday odamga sinoq bor. Vaqti kelsa azob bor. Sinoqqa duch kelish bor. Unda bo'lgandan keyin qarsak nurg'un odamlar bir kim deb qo'ymisiz kirib yotiriga o'tirmaga haq yo'lda manganlar. Shunami yo'qmi? Sababsiz hech qanday ish yo'qmi kirib yotirga ish bor. Unda bo'lgandan keyin ashundaq bir xafalikqa duch kelgan vaqt Allah subhanahu va taolo bugun menga mush yo'lni tanlabdi. Allah mushni taqdir qilgan mush sinoqqa duch kelishimni deb bilib o'zimizning qarindishimcha yanıla chuqum sipimizda agar bu chiqqandan keyin nurg'un ahvol bo'lindi. Agar hayot chiqsa, o'zining qanday sinoqqa duch kelib chidayolmay deganligi yoki qalbidan setilganligi hammasi bo'lindi emasmi? Unda bo'lgandan keyin aldirab o'zimizning qarindoshlarga hukm chiqarib o'tish to'g'ri emas. Demak, mushanadan keyincha bu balani aşık gelenini köz tutup rahibqa başta irci an dinik, sen diningdan qayt. Çünkü şu rahib aşık geleninin iman keltirişiga sebep bo'lgan shu bo'lgandan keyin eskilikning manbasi mush ekan deb bu tağut diningdan qaytsa, bo'lmasa jiningni olaman degan. Degandan keyin mustahkamcha
dinida mustahkam turgan, qaytmagan. Shuning bilan bu Fatiha deydi. Payg'ambar alayhisalom o'sha hadisda fada'a bil minshari fawdi'a al minsharu ala mifraqi ra'si. Bir harni elib kelishga buyurdi deydi bizning askarlarni. Harni elib kelishga buyurib, shuning bilan bu harni bu olimning beshig'i mushu cho'qsiga kallasi qo'yib ikki parcha qilib etdi deydi. Ikki parcha qilib uningdan keyin haliqi vazirni cho diningdan qayt debdi, u vazirmi cho mustahkam turdi. Dindan qaytmabdi, bu vazirning beshig'i cho harni qo'yib ikki parcha qilib etdi. Haliq kichik balaning oldida. U bala buni ko'rib turibdi. Bu vazir qachon musulmon bo'lgan? Texat oldingi 5 kun burun. 5 kun burun haqni turgan. Aytsinamchu bu sinoqqa duch keldi. Lekin sinoqqa duch kelgan vaqtda iymonning roli mushundaq. Agar qalbga haqiqiy biksa, Allohning kattaligi, ulug'ligini inson tunsa, har qancha zulmga, har qancha xafalikqa duch kelsimi, o'zining yo'lidan-cho qat'iy boshqa yoqqa burilib ketmaydi. Xato yo'lga yanib ketmaydi. Iymon mushundaq ulug' narsa, mushundaq katta narsa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimda sura Fatihada har kun namozimizda ihdinas siratal mustaqim deb mushuni o'rgatgan. To'g'ri yo'lga bizni boshlab qo'ysizlar deb bizga mush duoni Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan. Iymonning roli mana mushundaq ulug', mushundaq katta. Yarım saat hozir tushab qoldi. Soat 9:30 bo'ldi. Agar Rasululloh 10 minut vaqt bersa, 10 minutda xulosa keltirishman. Bo'l. Tamam. Alloh rozi bo'lsin. Shuning bilan bu bala ikkiylingning o'ltirilganligini ko'z oldida ko'rdi. Ko'rgandan keyin bu balanicho podshoh avloni o'ltirgan shaklda o'ltirishni xohlamadi. Diningdan qayt degandagi u bala yo'q dedi. Yo'q degandan keyin o'zining askarlariga bu balani hozir igiz bir tog'ning ustiga, palon tog'ning ustiga chiqinglar. Tog'ning cho'qsiga chiqqandan keyin shu yerda yan talab qilinglar diningdan qayt deb. Agar unumay qilib qolsa, shu vaqtcha yerga tashib o'tinglar. Yerga jumiltib o'tinglar bu balani deb buyurdi. Shuning bilan bular hammasi bir qism askarlari tog'ning ustiga bu balani elib chiqdi. Tog'ning ustiga elib chiqib, diningdan qayt degandan keyin yo'q deb dindan qaytmay mustahkam turgandan keyin bu balani tashib o'tishga, yumiltib o'tishga bular tayyorlandi. Shu vaqtda bu bala Alloh subhanahu va taologa bir duo qildi. Asli bu bala o'limdan qo'rqmaydi. Lekin haqninki, to'g'rininki, Allohning dinining kishilar ichida tarishi bu balaning birdan-bir nishoni g'oyisi. Shuning uchun bu bala nima deb duo qildi desa, Allohumma kfinihim bima shi't. Allohumma kfinihim bima shi't. Ey Allah, o'zlari xoligan yo'l bilan Mavlon kifoya bo'lsa degani xoligan yo'l bilan Mavloni halok qilsizlar. Men buni ya qushni kelib yeb ketsin demayman. Qandoq yo'lni xolislar shu uslub bo'yicha o'zlaricha bularni halok qilsizlar deb duo qildi. Farajafa bihimul jabal fasaqatu jami'an illa hu deydi. Tog' shunda titrdi, tog' titrablar, hammasi jumlab tog'dan bular tushdi, askarlar bu balacho saqqab qoldi. Fajaa yamshi ila al-malik. Shuning bilan bu bala qutulgandan keyin asli aql uyg'un ish bir zulmdan, o'limdan qutuldi. Shundaymi? Qutulgandan keyin asli vujuddan jiroqroq ketayya boshqa yerga desi bo'ldi. Kes ketalaydi. Lekin bu bala o'z puti bilan o'zi menib podshohning yoniga qaytib keldi. Podshohning yoniga qaytib kelgandan keyin podshoh darhol ma fa'ala ashabuk. Bu yerda mag'lub bo'lgandan keyin askarlar o'zining tetaqa, o'zining agash kuchlarni mag'lub bo'lgan odam asli ma fa'ala ashabi deyish kerak. Voy mening odamlarim qani, askarlarim qani deyish kerak. Lekin mag'lub bo'lgach voy sen bilan birga ketganlar qani
deb mag'lubiyatni o'ziga nisbat berishni xohlamadi. Insonning tabiati mushunda. Hozircha hammamiz o'zimizning mag'lub bo'lganligini uningga, buningga atimiz. Ba'zimiz ahli ilmga atimiz, ba'zimiz siyosatchiga atimiz, ba'zimiz yanbiga atimiz. Lekin bu adolat emas. Çoxum her adamning bir kişilik mas'uliyati bor. Ahli ilmning bor, fuqaroning bor, siyosatchining bor, hammasining bor. Agar g'alaba bo'lgan bo'lsa, ustunlik bo'lgan bo'lsa, hammamiz talashadi qachon. Hammamiz mening hassam bor buningda da to'q. Mag'lub bo'lgan vaqtcha o'zimizningki hammamiz qanday kamchiligimizning borligi, qanday mas'uliyatimizning borligini tunishimiz kerak. Başqalarga mas'uliyatimizni atib qo'yib, ya mag'lubiyatni atib qo'yib, o'zimiz aqbalxon bo'lib chiqib olsak-ku, bu to'g'ri emas. Shuning bilan ikkinchi qatim bu podsho yana bu balni o'ldirilmagandan keyin, yo'qtanmagandan keyin o'zining yana bir qism askarlarga bu balani sizlar fahmiluhu ila qarqurin va tawassatu bihi al-bahr. Bu balni sizlar kichik bir kemiga besinglar. Şuna bilan dengizning eng chunqur yeriga, eng o'ttirsiga qat'iy qutulanmaydigan yerga opirib, shu yerda dindan qaytishni talab qilinglar. Agar ma'qul desa, desin, bo'lmasa fag'riqu. Bu balni shu dengizga tashlab, aqtirib yutinglar deb buyurdi. Shundan keyin bular podshoning buyrug'i bo'yicha bu balni kemiga besib, dengizning o'ttirsiga opirib, dindan qayt degandan keyin bu bala dindan qaytmadi. Qaytmay yana shu chaqda nim dedi, Allohumma kfinihim bima shi't. Ey Allah, o'zlari bularni qaysi yo'l bilan xolislar, shu yo'l bilan halok qilslar deb duo qildi. Fankafat bihimus safina dedi. Shuning bilan bu kimcho o'rilib ketdi. Darhol kim o'rilib ketdi? Askarlarning hammasi halok bo'ldi. Bu balicho suvda mengib, Allohning mushbarga bergan bir karomatlari bu. Suvda mengib yana podshoning yoniga qaytib keldi. Bizmicho hozir Allohumma kfinihim bima shi't deb duo qilgan vaqtimiz, qarindoshlar. Allah o'zi qodir. Allah hammadan g'olib, hammadan ustun. Agar bizning Allohga haqiqiy yolvorganligimizni qalbimizdan haqiqiy iymonning ruhi, iymonninki bizdagi ta'siri bilan Allohga haqiqiy yolvorsak, Allohumma kfinihim bima shi't desak, bu qalbimizdan chiqsa, nifaq aralashib qolmasa, cho'qim Allah subhanahu va taolo o'zi xohlagan yo'l bilan halok qilish qodir. Bu mush voqelik bizning iymonimizni texmiz ziyoda qilishga bir haydakchi bo'lsin. Biz mush duo, yaxshi ish hammasi mushning amaliy ishchimi? Mush amaliy ish qilsa qo'lti, amaliy ish qilsa qo'lti deydigan bir qism bir gap bor bizning ichimizda. Mush duo qilish, Alloh yig'lash amaliy ish. O'zaro hamkorlashish amaliy ish. O'zaro birsi-birimiz bilan ittifoqlashish ham amaliy ish. Birsi-birimizga yordam qilish amaliy ish. Zulmni boshqalarga anglatish amaliy ish. Bu amaliy ish deb o'zimiz noit buni tarlashtirib olmaylik. Masalan, bir odamning musulmon bo'lish uchun la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan gapni til bilan deyish lozim. Bu til bilan ifodalanadigan iymon. Amaliy ish demdik ya, amaliy ish emas demdik buni. Ha? Har qanday odam til bilan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demasa, deyoladigan turib, bu mu'min bo'lmaydi, musulmon bo'lmaydi. Til bilan chiqqan narsa iymonga kirishning sharti. Amaliy ish ma'vo. Shuning uchun amaliy ish deb yo'g'on ishni kallimizga kelib olib, onundan boshqa nurg'un yaxshi ishni, nurg'un amaliy ishni u baka. Namoz qilganning foydasi yo'q, zulmni anglatganning foydasi yo'q, uning foydasi yo'q, buning foydasi yo'q. Hammasining foydasi bor. Hammasining foydasi bor. Shuning uchun mush balning Allohumma kfinihim bima shi'ti degan mush duosi bilan Allah subhanahu va taolo ikki qatim bu balni o'ltirishga buyurilganlarni Alloh halok qildi. Bu balacho o'zi qutulib ilmdan podshoning yoniga qaytib keldi. Qaytib kelgandan keyin podsho hayron bo'ldi. Qanday qilaman buni? Degandan keyin bu balning maqsadi hayot qilish emas, o'limdan qo'rqish emas, lekin haqni kishilarga tuntish, Allohning dinini kishilarga tuntish bo'lg'achqa shu podshoning yoniga keldi. Keyin kelib mush haqni tuntish maqsadida bu podshoga innaka lasta biqatili hatta amuruka ma taf'al.
sen beni öldüremeysen dedi. Sen beni öldüremeysen, hatta ben seni bir kısım işler buyurayım, ben buyurgan işini kılmak için o, beni öldüremeysen dedi bu bana. Degen ki padişah xuddi hizmetçinin onu aylandı Mabal'ın aldına. Mabal'ın aldına hizmetçinin onu aylandı, ben seni buyurayım davatırım. Şuna olan bu balım dedi, sen benim okuyanımdan, benim oqsaldığan, gılıbımdan oqtım birini alırsan. Oqni onundan keyin atırgan yaçaq küçük qo'ysan. Onundan keyin ondan meni daraxt bağlaysan. Daraxtga xomining daraxti deb kelgan. Xomining bir daraxtga meni bağlab turib, ondan qul bismillahi robbil g'ulam deb atsa o'qni. Xalqning hammani bir yerga jug'laysa, tajma'un nasa fi sa'idin wahid va ta'khudhu sahman min kinanati. Summa taqul, hadisning o'zida shuna bayon qilib, kishilarning hammasini bir maydonga jug'laysa, fuqaroning hammasini bir maydonga jug'laysa, undan keyin meni daraxtimga ossa, o'qtim birini mening o'qiganimdan olsa, ondan bismillahi robbil g'ulam, mushu g'ulamning, ya'ni mush kichik bolaning farvoydigorining ismi bilan otdimma o'qni deb otsa, mushunda qilsang-chu, ondan meni o'ltiralaysan dedi bu bola. Bu bola o'zini o'ltirib olish maqsadi yo'q, lekin haqni tuntish maqsadi bor. Shuning uchun bu bola degandek haqni bir kun ham Qur'onni yig'ib, bu bolani bog'lab, uningdan keyinchi ash bal degan bo'yincha o'qni ashunda elib, bismillahi robbil g'ulam deb o'qni etibdi, o'q bu bolaning chekisiga tegdi dedi. Asl chekisi degan bu inson manda tikib o'tib ketsa, alohida ishga kirib ketmasa, bir o'lib qolgan ya emas. Shunami yo'qmi? Lekin o'q mushaga tegdi, bu bola keyin shu o'qdakka yani shunda tutib o'lib qoldi. O'qdakka yani tutib o'lib qopdi. Hamma adam ko'rdi bu ahvolni. Ko'rib, hammasi shu amanna bi robbil g'ulam, amanna bi robbil g'ulam, amanna bi robbil g'ulam deb uch qatim shu xalq unda to'lishib ketdi. Kichik bir bola, bu bola haqni deb, to'g'rini deb, o'zi e'tiqod qilgan dinni deb shu o'zining o'zi mushundaq uslub bilan meni o'ltiralaysan deb yo'l ko'rsatib zolimga shu orqali o'libdi. Kishilarning hammasi shu bu balning yo'lining to'g'ri ekanligi, buning haq ekanligini tunib, biz mush balning farvoydigoriga iymon keltirdik. Mush balning farvoydigoriga iymon keltirdik deb shu to'lishib ketdi. Buningdan keyin Faji al-Malik, ya'ni podshoning chumoqchilardan biz kelib, ha qad waqa'a ma hazart. Ya'ni sen qo'rqgan ishning o'zi bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda mushadisninki sen üç adamning mümin bo'lganligidan ansirab qo'rqib bu üç adamni o'ldirgandan endi cho'mana xalqning hammasi mu'min bo'lib ketdi. Xalqning hammasi bu balning farvoydigoriga cho ishinib ketdi deb podshoning yaloqchilari cho bu xalqning iymon keltirganligini yetkazdi. Yetkazgandan keyin bu podshoning qattiq achchiq kelib ketib, shuning bilan yo'llarni ko'lab, yo'q o'tallarni jug'lab, o't yiqib, aş iman etgan adamning hammasini cho mush o'tga ekilib tashlanglar. Qandaq adam iymondan yansa bu hayot qoladi, bo'lmasa hammasini tashlab ko'ydiringlar deb umumiy mushuna buyruq tushirdi mu'minlar qarta. Aş iman etganlarni ekilib shu diningda yansa, yo'q yanmayman, o'tga tashlaverdi. Hatta ja'at imra'a va ma'aha sabil. Hatta bir ayol ba'zi rivoyatda bu Radi'a turdi'u ummah. Ayda deb kelgan. Hatta bir ayol keldi, bu ayol bilan kichik bir bola var. Bu bola hatta anasini imovotgan bola. Anası bolasini emdigan holati cho keldi dedi. Kelgandan keyin o'tning tuga, diningdan qayt degandan keyin bu ayol cho o'zining o'lib ketishidan qat'iy parvo qilmadi o'zining hayotiga. Lekin mush bolammi men bilan birga o'lib ketib qolarmi? Deb sen ikkilinib qoldi. Sen davolg'udi. Mush vaqtda Alloh subhanahu va taolo bu kichik bolani so'ziltib, bu bol dediki, ya umma isbiri innaki ala haqq. Ey ana, sabr qilsizlar. Chidamchan bo'lsizlar. Başdagi mu'minlar qandoq hayotini oyoqlashtirgan bo'lsa, siz bundan ikkilanmasizlar.
sizlar haq ustida deb bu bola shu gap qildi. Onasini imayotgan bola. Shuning bilan bu onimi o'tqa o'zini tashildi. Iymon uchun. Bu kichik balalarning gap qilganining birisi. Payg'ambar alayhisalom 3 bola bunda kichik holda gap qilgan degan, shuning birisi mana mush bola. Demak, bu balaning voqealigi mushada oyoqlashdi. Allah subhanahu va taolo mush voqealikni Suratul Buruj degan surada bizga bayon qilib berdi. Buning qisqagina, ya'ni ijmoliy holatni bizga bayon qildi. Payg'ambar alayhisalom tafsiratini hadis oyat orqali bayon qildi. Allah Qur'oni Karimda "Was-samaa'i zaatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabil ukhdud an-nari zaatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud." Qutila ashabul ukhdud. Yani aş ko'langan, yani ko'lab, azgal ko'lab, uningdan keyin aşağı o't yaqib, nurg'un müminler shu chaqda o'ltirildi, ko'ydirildi. Ay, lavulda kuyayotgan o't tashlanib bular ko'ydirildi, o'ltirildi. Mush vaqtda izhum alayha qu'udna zalimni bularni o'ltaganlar, shunda o'tning ma yiroq tarafı turib, o'ltirib bularning o'tga tashlanib ko'ydirilayotganligini ko'rdi deydi bular. O'ltirib turib shularning ya'ni zalimlarning mazlumni azoblab qandoq lazzatlanganligi. Xuddi mazlumni iymon egillarini azoblab olsa, bularning qinni to'kib olsa, bularning naqadar lazzatlanib xursand bo'lganligini bayon qilyapti Alloh subhanahu va taolo. O'ltirdi deydi. Va hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Ular müminlarning qandoq jazolaganligini ko'rib turdi. Lazzatlanganlikdan, xursand bo'lganlikdan. Bularning faqat mushundaq yomon ishni, mushundaq ko'ydirishni, mushundaq jazolashni nima uchun qildi desa, faqat ular Alloh subhanahu va taolo Azizul Hamid, hammadan g'olib, hammadan ustun bo'lgan Allah subhanahu va taologa iymon keltirganlik uchun, Allah bizning farvoydigarimiz Allah deganlik uchun hamcho mushundaq jazoldi. Mushlar halok qildi bularni. Deb Allah subhanahu va taolo buning oxirisi ikki guruhninki nega bordiganligini. Innallazina fatarul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabul hariq. Müminlarni ularning iymon keltirganlik sababidan mushundaq jazolaganlar. Mushundaq qijniganlar. Uningdan keyin islomga kirmaganlar, haqni tunmaganlar, o'zining xatoligini e'tirof qilmaganlar, bularga qattiq azob bor. Ularni ko'ydirdigan, dunyoning o'tidan najjasi yuqori bo'lgan, ular kuyash bilan tugamaydigan, mangu hayot qilib, mangu kuydigan mushundaq qattiq jahannamning azobi ularga bor. Amma müminlarga şu çağda ölüp ketkenlarga imanlı da desa, bu ayetin oxirisida innallazina amanu va amilus solihat lahum jannat. Bularga Allah subhanahu va taolo iymon etgan bu müminlarga jannatni tayyorlab qo'ydi. Bular bu jannatda ozg'ir vaqtda inson o'tqisi 5 minutda kuyib yurishi mumkin. Lekin mangulik hayot bo'lgan va innad daral axirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tugmaslik hayotlikdagi rohat farog'at o'rni bo'lgan jannat bular kiralidi. Jannat kirishga Alloh subhanahu va taolo bularga jannatni Alloh nasib qildi. Demak, bu voqealikdan iymon egallarininki birdan-bir yo'li jannat kirishning iymonda mustahkam turish ekanligi. Bu voqealikka dunyoviy o'lcham bilan qarasak, ajoyib echinishlik, ajoyib afsuslanarli voqea bu. Bola o'lib ketdi, agashgan mu'minlarning hammasi o'lib ketdi. Hammasi o'lib ketdi. Hech kishim qolmadi. Zolimlar qolib qoldi. Hayot qolib qoldi. Bular ustunlik qolib qoldi bu shu voqealikda. Lekin o'lganlar iymon ustida o'ldi, zolimlar zulm ustida qolib qoldi.
Bu yerda 2 oyat var. Shuni bilan gapimni tugataman. Allah Qur'oni Karimda 2 oyatning o'rtasidagi farqni obdan mulohaza qilsak bo'ldi. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sizlar Allah yo'lida o'lganlarni, Allohning dinida o'lganlarni o'lak deb hisoblab qolmanglar. Ular o'ldi, tugidi, tugashdi hayotda, hech qanday g'alaba qilinmadi bular, ustunlikni egallayolmadi deb bunda o'ylab qolmanglar. Ular Allohning dargohida hayot ular. Ular shundaq noz ne'mat, rahat farog'atning ustida. Buni o'ylaymiz. Ikkinchisiga لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şundaqlı ergeçken ümmeti silahını kafirlerin dünyada rahat faragatta, huzur haravette, üstünlükte yaşıgallığı silahını goldap koymasın, silahını aldap koymasın. Haq yoldun çoğu kafirlar üstünlükteyken şularning yo'l to'g'ri o'xshamamdi deb mendan deb qolmanglar. Silahını goldap koymasın, ularninki rahat farogati tuğanlığı. Mata'un qalil. Bularning rahat farogati, bularning üstünlüğü azgını bir lezzetli şu. Nayt az. Ularning joyi şu cehennem. Ve ma'vahum cehennem. Ularning joyi cehennem. O cehennem nimi degan yaman o'rin, nimi degan zolimlarningki tugmas jazolanadigan, mangu xor bo'ladigan o'rni. Bu ikki oyatning oralig'idagi farqni obdan mulohiza qilsak, Alloh yo'lida o'lganlar uchun ular hayot, zolimlar hozir ko'zimizga alohid ustun, alohid g'albida, huzur halovatda, huquq tutug'ini bilan bu cho'qim mata'un qalil. Wa ma'wahum jahannam وبئس المهاد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.